O'sha o'zbek va qirg'iz fosiqlarini orasida to'polonlar bo'lgan. Ya'ni bizda yomon bitta narsa bor, o'zbek va qirg'izlar urushdi degani noto'g'ri. O'zbek bilan qirg'iz urushmagan. O'zbek bilan qirg'iz urushmaydi, chunki ular musulmon xalq ikkita. 7 million qirg'iz xalqi bilan 30 million o'zbek xalqi urushgani yo'q. O'rtada bir 50 ta 20 ta fosiq, Xudoni tanimagan, yollangan, kimgadir xizmat qiladigan odamlar bir-biri bilan urushib, o'ldirib, o't qo'yib, boshqa qilib, shunaqa narsani butun o'sha dinni dushmanlari, musulmonlarni bo'lish uchun xizmat qiladigan dushmanlarga ko'rsatishdi. U bir hovuch odamlar, chunki men o'sha davrda O'shda qirg'iz mahallada yashaganman-da 2010-yil. Ana shu qirg'iz odamlar meni himoya qilgan. Ehtiyot bo'l, mayerda endi johil odamman bor, birortasi senga zarar yetkazmasin, meni uyimga borib tur. Ko'chaga chiqib bir ehtiyojing bo'lsa menga ayt, men shuni qilay deb. Shu darajada o'sha qirg'iz odamlar bizni himoya qilganda, bu qanday qirg'iz bilan o'zbek urushdi desang yolg'on bo'ladi-da. Men o'zbek bo'lsam, haligi qirg'iz odamlar menga yordam qilyapsa, men uchun borib magazindan narsa sotib olib kelib bersa, birodarim sen ko'chaga chiqma, endi johilam bor, birorta johil senga bir ozor bermasin desa, qanaqa qilib buni qirg'iz bilan o'zbek urushdi deysan? Urushmadi-yu qirg'iz bilan o'zbek, yordam berdi-yu bir-biriga. Bu yerda o'sha qirg'iz bolalar bor edi. Biz borib o'sha o'zbek mahallalarida qolib ketgan o'sha qirg'iz studentlar boshqalarni mashinada borib olib chiqardik. O'zi qirg'iz mahallalarida yurgan o'sha o'zbek, masalan, kvartirada boshqada yashayotgan odamlarni olib kelardik. O'shanaqa bir johillar zarar yetkazib qo'ymasin deb. Shuni qirg'iz bilan o'zbek qildi-da shuni. Chunki bular musulmon edi-da. Endi urushganlar kim edi desa, urushganlar shunaqa yollangan yoki o'zi tabiati johil bo'lib, haromxo'r bo'lib, Xudodan qo'rqmasdan millatchilik qiladigan bir toifa to'da urushdi. Rasa sanasang 100 ta chiqar, 200 ta chiqar. Bu 200 ta odam degani bir 30 million yoki 7 million odamni ko'rsatib beradigan ifodasi emas-da. To'g'ri baho beraylik-da. Qirg'iz bilan o'zbek urushmadi. Qirg'izning orasidagi fosiqlar bilan o'zbekning orasidagi fosiqlar urushdi. Endi shu yerdan kim foydalandi desa, yana o'sha kofir rosa foydalandi. Qizning otasi qavarlashib turib. Yo'q, qaralashmaydi. Shu qizi to'lganda ele nima qo'ygan, bosh tortib qo'ygan, o'zing qanday qarasang o'shanda qarab oldi. O'shanda men o'zingiz cho'ngaytib kelatasizmi? Ovozi taqir qarabeydi, qiz 5 yoshga chiqdi, bitta qaralgan yo'q-da. So'rab, nima qilmaydi? Yo'q, so'raydi tag'a. Hozir kim opangizning uyida turasizmi? Opam uyida turaman. Shu qizimni shu bostirib olsam bo'ldi-da, tam shu elning qizlarini o'xshab bostirib saytlarga buni ham tengdir saytlarga boradi-da. Shu saytlarga jetlab olib borsam ekan degan. Cho'ng ümidim-lar. Qanchadan beri o'zi bunday o'rmon o'rib keladi? Shu tug'ilgandan boshlab 2010-yilda tug'ilgan. Shu tug'ilgandan boshlab shunday tug'ilganda bitta qishib bo'lib, shu Bishkekda olib borganmiz. Bishkekka olib borib, ikki joy operatsiya satdik, biroqlar prometsiya sap qo'ygan ekanda. Butun operatsiya jasaganmi? Ova. Ne birdeki, mo'ljalni birdeki qo'ygan bo'la. Qo'ygan emas, shu joydan operatsiya jasaganda. Ana shu taramishlarni tartib qo'ydik dedi. Shu prometsiya salgandan shu so'yuk jambashinandagi hech bir ene balam deb ko'z yosh ag'izbassa ekan deytlikda bu jashoda zamondachi. Hozir ejebizdan bala uchun chirqirab ko'z yoshini ag'izib ilyapatsa-chi, chindag'ында bir alam markverki bo'lib ketganday bo'libdi. Bu narsani ekran ortidan ko'rib o'tirgan, uqib o'tirgan boshqa, janida o'tirgan taqir boshqada. Bu qizni biz neydi qaralbaymiz dedim. No temperaturasi tushib ketdi dedim. No hozir shu o'ynayotgan kechqurun temperaturasi tushib ketdi 35 danchi. Men salib borib qayda ko'tarib shuni o'tazam. Hozir aytsam biz ham bilmaymiz, Bishkekda yaxshi vrachlar bor, o'sha olib borib ko'rgulik deb qo'shildi-da. Shu qizimni shu bostirib olsam bo'ldi-da, tam o'sha elning qizlarini o'xshab bostirib saytlarga buni ham tengdir saytlarga boradi-da. Shu saytlarga jetlab olib borsam ekan degan. Cho'ng ümidim-lar. To'g'richilikda bunday hech bir narsani bilmay, günahsiz naris dedimda aytganda-chi. Butunan azgirgansiz ko'zidan qiynalib, mana apasining ko'z yoshi to'g'ilib, mana shunday qiyinchilik ko'rib atganda bir qo'ldan kelishincha ушул ejikebиz uchun, ejebizning balasi uchun yordam beraylik deb men qayrilib keterdim-da baringizlargacha. Shu qizimni qo'ldab
аз болсо дагы салымыңыздарды кошуп көмөк берип кетишиңиздерди суранам.